Nima ish qiladi erkak kishi? Bilibsi. Yosh bolalarga aroq sotadimi erkak kishi? Erkak yosh bolaga sotmaydi aroqni. Tushunmayman, maqsadlaringiz nima bizdan? Почему ему продали? Почему ему продали? O'zing vinovatsan. Gapingizga javob berib bilasizmi shunda? Mana shu hozir gapirayotgan gapingiz. Holat so'zib qo'ygan, qayda aytib eshitdilar. Nima uchun? Aroqni senga kim qo'yibdi aroqni? Iltimos shaxsiy pasportingizni taqdim qiling. Ma'lumotlarni birovga aytib qo'yaman. Yozib qo'yilgan. Ishingizda bitta hozir ishdan ketadilar. Farq emas, siz kimsiz manga tushuntiring. Men sizga tushuntirishga majbur emasman birinchisidan. Ikkinchisidan video ko'rishga haqqim bor Konstitutsiyaning 33-moddasi bo'yicha. Kimni? Mani videoga olishga haqqingiz bor. Siz o'zingiz hozir kameraga kelib qilyapsiz. Kameraga kelmang bo'lmasa. Mani olyapti bu. Mayna tekislara. Da diplomat o'ylashanim qo'rakadam qilib kunga qaymi? Ne qayda bet amal Bu dalil sifatida ketadi, dalil. Yo'q, mayli nima sifatida ketsam, bizga kerak emas bu narsa. Stol ustiga bitta aroqni dada, shu bilan shunaqa ish qildim. Tanish. Assalomu alaykum hammaga, o'rtoqlar. Bugun yangi o'zbek jamoasi Buxoro viloyati Buxoro shahrida. Bugun ko'pchilik obunachilarimiz, ko'pchilik insonlarning murojaatlariga binoan Buxoro shahriga monitoring qilgani keldik. Ya'ni ichkilik va tamaki mahsulotlarini yosh bolalarga, ya'ni voyaga yetmaganlarga sotish holatlari ko'p uchrayotgan ekan. Shuni biz monitoring qilib tekshirish maqsadida Buxoroga keldik bugun. Xudo xolasa video qiziq bo'ladi degan umiddamiz. Buxoroda chunki yaxshi insonlar ko'p, qonun qoidaga rioya qiladigan odamlar ko'p. Menimcha bizda yosh bolalarga sigaret sotilmasa kerak deb o'ylayapman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Ketdik. O'rtoqlar, biz bu narsani qilishimizdan maqsad kimnidir jazolash, kimnidir jarimaga tortish emas. Maqsadimiz yoshlarimizni yomon yo'ldan qaytarish. Biz bu narsani nima uchun boshlaganmiz o'zi? Nimadan kelib chiqib bunaqa bo'lgan? Ko'pchilik yosh katta insonlar bilan so'rovnoma o'tkazganimizda ular aytishganki, men yoshligimda mana shu sigaret chaqib yoki ichmaganimda hozirgi holatda bo'lmas edim, ya'ni chekmas edim, ichmas edim degan gaplarni ko'p eshitgan. Shuning uchun shu narsani boshlaganmiz. Ketdik. O'rtoqlar, biz keyingi do'konga kirdik, lekin ko'rib turganlaringizdek, bu do'konimiz sotishibdi. Olishingiz mumkin. Sotishdi. Hop, o'rtoqlar, ko'rib turganlaringizdek, bu Buxorodagi eng katta do'konlardan biri. Ya'ni seti bor, bir nechta do'konlari bor Buxoroning o'zida, do'konlardan biri. Nima uchun qonunga amal qilishmayapti degan savol qiynaydi. Endi bunga o'xshagan do'konlar qolgan mayda do'konlarga o'rnak bo'lishni o'rniga qonunni buzyapti. Shuning uchun bu do'konlarga nima qilamiz? Qonuniy chora ko'rishni so'rab qolamiz. Ketdik. Shunaqa narsa bo'ldi. 5-jamoatchilik nazorat to'g'risidagi qonun 5-moddasi bo'yicha shu narsa qilamiz biz. 5-15-modda bo'yicha. Siz aytayotgan narsa noto'g'ri, chunki 844 sonli qaror bor. Ichkilik va tamaki mahsulotlarini sotishga taqiq. Ya'ni 18 yosh, ya'ni 21 yoshdan kichiklarga sotish mumkin emas sigaret, aroq narsalar. O'sha bo'yicha chora ko'rishingizni so'rash uchun sizni chaqirdik. Muammo. Holat bo'yicha o'zgarasiz. Joyda. Chiqamiz yoki. Bu yo'qda kim mas'ul shaxs bo'lsa agar o'shani chaqirsak, O'z tanishtirmadi, mana o'zim tanishtirmadim. Shu yerni men rahmat katta inspektor, ismi Aziz. bilib, Siz kim edi? Abdusamad. Abdusamad. Sizlar o'zlaringizdanmi? O'zlaringizdan. Bu ham jamoatchilik nazorat subyekti. Bo'ldi. Shu holat bo'yicha o'sha ham ko'rsatma berdilar bizga. Bo'ldi. Shunga qarab shuni hujjatlashtiramiz. Bo'ldi. Ko'rib turganlaringizdek, xodimimiz kelishdi. Xodimimizga sal tushuntirish berdik. Qanaqa holat bo'lgan, nima holat bo'lganini. Ko'pchilikda bu narsa bor. Ko'pchilik o'ylashadiki, voyaga yetgan bo'lsa agar ichkilik va tamaki mahsulotlari sotib olish mumkin deb o'ylashadi, lekin yo'q. O'zbekiston qonunchiligida ichkilik va tamaki mahsulotlarini sotish to'g'risidagi qonun 844-sonli qonun bor. O'shanda yozib qo'yilgan. Ya'ni 21 yoshga to'lmagan fuqarolarga, shaxslarga sotish taqiqlanadi deyilgan. Kategoriyasiga sotish mumkin emas deyilgan. Shuning uchun o'rtoqlar, hamma do'kon egalariga shunga o'xshagan sotuv yo'nalishidagi insonlarga aytmoqchiman, qonuniy ishlashni boshlashinglar kerak o'sha. Hozirdan qonuniy ishlash boshlashinglar kerak. Jamoatchilik nazoratidan keyin shikoyat tushibdi. Ha? Voyaga yetmaganga sigaret sotgan deyapti. Qarabaylar sotgan, kim sotadi? Mahsulotlar. Do'kon boshqaruvchisi yoki do'kon rahbari bilan hozir gaplashilyapti.
Bu yerda noto'g'ri sal ma'lumot ketyapti, chunki voyaga yetmaganga emas, voyaga yetgan 18 yoshli fuqaroga sigaret sotilgan. Boya aytganimiz 844 sonli qaror bo'yicha ichkilik tamaki mahsulotlarini sotish to'g'risidagi qonun 25-moddasida yozib qo'yilgan. 21 yoshga to'lmagan fuqarolarga ichkilik va tamaki mahsulotlarini sotish taqiqlanadi deyilgan. Mana shu narsani qayta aytaman sizlarga, o'rtoqlar. Esinglarda saqlanglar. Sizlar qaysi tashkilotda? Abdusamad? Bizda tashkilot emas, bizda fuqaro, biz oddiy. Fuqaro? Jamoatchilik nazoratini o'tkazamiz просто. Qonun ishlashyaptimi, ishlashmayaptimi? Qaysi vakolat doirasida? Aytaman, bu jamoatchilik nazorati to'g'risidagi qonun asosida 5 va 15-modda asosida mana shu narsani qilamiz. 5-modda bo'yicha har bir fuqaro Video oldingizmi? videoga oldik. Strategiya oldik. Videoga olganmiz, cheklar ham bor o'zlari. Olib keladi. Zapis qiladi. Tamam, qonun chora 188 bo'ladi. Qonun harakati bo'lsa, o'ynaklar jarimasi bo'ladi. Kimni? Bular Nima uchun? 186 prem 1 bo'ladida. 88 bo'ladi. 188 nima ekan? Voyaga yetmaganlarga. Voyaga yetgan bu. Voyaga yetgan 18 da. Pasportingni ko'rsat. Necha yoshda? 18. Bu yoqda o'sha bu aytganimiz 844-sonli qonunni 186 prem 1-bandi. Birga kirmagan xiyonat bo'ladi. Pasport olib So'rash kerak. Sotmoqchi bo'libmi, ichkilik tamaki mahsulot sotayotgan bo'lsa, pasportini so'rash kerak. 186 o'tkazmagan ekanman, ish ketgacha. 186 prem 1 deb qidirsangiz chiqadi. Ko'ringan emchi degani? Bizlar vakolat ekanmi yo'qmi? Xuddi sizni vakolatingizga kiradi. Jamoatchilik nazoratdan yana bular so'ngga qilgan. Nima? Alo. Ko'rib turganlaringizdek, o'rtoqlar, biz qonun buzilishini aniqladik, qonun buzilishiga chora ko'rishni so'radik, lekin xodimimizning o'zlari hali tushunmayaptilar nima bo'lganini. Fuqaromiz voyaga yetmagan deb tushunyaptilar, lekin fuqaromiz voyaga yetgan, 18 yoshga to'lgan. Bu aytganimdek, ichkilik va tamaki mahsulotlari sotish to'g'risidagi qonunni 844-qonun bor. O'shani o'sha yerda yozib qo'yilgan 21 yoshdan kichiklarga sotish mumkin emas. Sotish taqiqlanadi deb yozilgan. Bu yoqda yosh ahamiyati yo'q. To'g'ri ko'rib turganlaringizdek, hattoki ichkilik shu tamaki ishlab chiqaradigan ishlab chiqaruvchilar ham o'zlarining polkalarida mana shu yozib qo'yishgan. Ya'ni 21 yoshdan kichiklarga sotish mumkin emas. O'zingizni shaxsiy tasdiqlovchi hujjatingizni ko'rsating. Tamaki mahsulot sotib olishdan oldin deb ogohlantirib qo'yilgan. Lekin shunga qaramasdan do'konning o'zi, do'kon rahbarlari ichkaridagi tartibsizlik yoki ishni faoliyatini yaxshi oxirigacha tushuntirmaslik sababli menimcha sotuvchimiz noqonuniy hozir faoliyat qilgan, ya'ni 18 yoshli fuqaroga sigaret sotilgan. Chekka ko'rsatilgan vaqti. Hozirmi yo ertalab? Hozir chekka yozilgan. Nima qilib vaqtini ko'rsating. 14:35:51. 14:35. 2,5da. 2,5. Almashganmi shu? 4 soat 4da. 4da. 14 yopishdi. 16 bo'ladi demasa u. Ha, 16:35 ekan. Shu hozir 16. Bu tanaydi-ku, keyin yo'q-ku. Qaysi bir? Ko'rsatuv nima? Qani? Mana turibdi-ku. Shu qizmi? Chora ko'rinmasin. Yo'q, olib chiqsin. Yig'layib bormasin yana. Bular Endi chiqamiz aka. Ularni oldin nima yo'q. Men qarang aka, bo'lmasa sizlardan tushirmang. Ularni sport qilish kerak emas, cheklaringiz bor. Chekdan buni pasportidan men telegramga tashlab berasiz. Men bundan ko'rsatma olaman, yuboraman sizlarni. Keyin bular bilan ishni qilib, darsga natijasi bo'yicha sizga yozma ravishda axborot beraman. Haqiqatan ham nima chora ko'rildi, qaysi modda bilan protokol qilindi. Bo'ladimi? Bo'ladi, o'z joyida qilamiz bu narsani. Joydan qilib, hozir men ko'rsatma olaman. Bitta bir 20 minut, yarim soat vaqt ketadi, hozir bu kishidan ko'rsatma olaman birinchi. Yozib beradi, haqiqatan keldi. Mendan so'ramadi, falon bilgan holatni yozib beradi. Keyin bularni ko'rsatma olaman, keyin bular mas'ul shaxsiga nisbatan qo'llayman, uni o'ziga emas. Xuddi shunaqa. Mas'ul shaxs javobgar shaxs bo'ladi, infradagi farqi yo'q uni. Aytilgan, aytilmaganligini yozib beradi, keyin uni chaqirib, uni ham mosh bo'lmasligi mumkin. Mosh bo'lgan bu seminardan chiqib ketgan bo'lsa, ertalab farqi yo'q bizga. Mosh kechqurun chaqiramiz, yo'q hozir chaqiramiz, bo'lsa. Bitta bir ko'rsatma bering siz.
Qayerga yo'qolgan Bizga shunda bu yoqda kelmaydimi? Maxsus shaxs kelmaydimi? Ular bilan profilaktika olib bormaysizmi? Nima uchun? Yo'q, chaqiraman. Ha. Hozir kishi sizlardan vaqtlar chiqib bo'lsa bu kishidan tushqatib olamiz. Biza vaqtimiz bemalol. Bu qizdan olamiz. Biz hozir yozib beramiz, protokol qilamiz. Bizga protokol raqamini berasiz. Raqamini Yo'q. berasiz. Protokol poltasi beraman sizlarga. Nusxasini berishingiz kerak ekan. Nusxa poltida variant desa, chiqib variantini qilib beramiz. Xo'plar. Endi yana afsona bir ikki ham qo'ygansiz-ku, u xabarnomangiz bo'yicha javob qayta ham beriladi. Shunaqa? Falon kishiga nisbatan bu modda bilan chorak berildi degan maqsad. Ana yozmaysan. Yaqinlik zotasan beraman. Bayram qo'yish, ma'lumot olib bergan. Sigaret polkalarda yozilgan 21 yosh deb yozilgan. Pasportingizni ko'rsating deb yozilgan o'zi. Mana bu tekrarni yo'ladi. Ha. Aha. Rashmataga e'tibor qilmagan ekanmiz. Mana qarang, yozib qo'yilgan. Iltimos shaxsiy pasportingizni taqdim qiling. Ma'lumotlarni bir aytib qo'yaman. Yozib qo'yilgan. Ishingizda bitta hozir ishdan ketadilar. To'la ko'rib turganlaringizdek hamma narsa qo'lga hassa qilib qo'yilgan. Shuning uchun hech qanaqa bahonalar o'tmaydi. Qonun oldida hamma narsa teng bo'lishi kerak. Mayda. Boya aytganimdek, Ma'muriy jinoyat to'g'risidagi kodeksning 186 prim 1-bandi bo'yicha inspektorlar chora ko'radilar. Tamam. Aka. Ofisga boramiz. Yuring kelgan. Universitet malaki sen chaqirasiz. Ofisga boraylik. Jamoatchilikdan kelgan bular. 21 yoshga to'lmagan fuqaroga sigaret sotgan. Shu bo'yicha chora ko'rdik. Ana beraki matvisdan Kim sotgan bo'lsa o'shanga chora ko'riladi. Qaysi jamoatchilik? Jamoatchilik nazorati to'g'risidagi qonuni 5-15 moddasi bo'yicha monitoring qildik biz. 21 yoshdan kichik fuqaroga sigaret sotildi. Shu narsani fiksatsiya qildik. Tepada bo'shmi? Yuringchi, mashinaga yuring chiqib. Kalit olib keling, kerak, vaqt yo'q, mana ishingiz. Tezlashtiring. Mana shular sotuvchisiga gap aytdingiz. Ha, aytmagan bo'lmasa Aytmagan, polkada yozib qo'yilgan o'zi. Yoshimni ham so'ragan yo'qda sizcha? O'rtoqlar, o'zi aslida bunga o'xshagan katta marketlar qolgan kichkina savdo nuqtalari, savdo shoxobchalariga o'rnak bo'lish kerak. Bular qilgan ishni qolgan kichkina savdo shoxobchalari o'rnak olib shu narsani qilish kerak. Bular qilayotgan ishlari hozir mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Shunaqa Buxoroda katta tochkalar bo'la turib, qonunni buzish bu aqlga sig'maydi to'g'risi. Bo'lgan holat yuzasidan Acha bu ter qatorlansa kerak menga, tamom основаниеda. Jamoatchilik nazoratidagi xeyr huquqdan Toshkentdan harakatdan Emaslar. Kerak edi. Mayda O'zbekiston. Bularga yo'riqnoma bermaganmisiz? 20 yoshdan kishiga o'sha qilsangiz yo'lni chora ko'riladi. Yo'riqnomani haqiqatan bergan desangiz, berganligingiz haqida bormi bironta tasdiqlovchi qo'l qo'yib bergan? Tushundim, bo'ldi, bizga shunaqa profilaktika o'tkazildi, shunaqa tushuntirish bo'ldi degan xodimlar qo'l qo'yib bergan narsasi bo'lishi kerak sizda. Bizga tushuntirish olib bordik ishlarini degan narsa. Sigaretlarning hammasini polkasidan yozib qo'yilgan, hujjatsiz sotilmaydi deb. bu yoq ofisga mana yozadigan joy. Kirib yozaylik, berib ko'chaman, ko'chaga kirgan kim? Shu deyman, do'konga kirdim, sigaret oldim yoshimcha. Bo'ldi, ha, xuddi shu narsa. Bo'lgan holatni yozib berasan. Aka. Kadr undan texnik kadr. Undan. Yozayotganim. So'rash kerak, ko'rsatish kerak emas. Nima deganingiz maqsad? Monitoring. Bizda fuqaro, biz oddiy fuqaro. Shunaqa, xuddi shunaqa.
Men qarang, bu yerga bularni iltimos qilib kirdik xonasiga. Yo'q, syomka qilmasin deyapti. Sizni syomka qilmayapti shundoq. Yo'q, baribir-da. Ular ishlab o'tirgan joyga mumkin emas-da endi video ko'rish. Sizlar shunaqa qilinmaydi. Qaysi boshqarmalar nima qiz bu videoga olishga tushmadi. Kimdan olyapti? Sizdan olyaptimi? Farqi emas, kim sizga tushuntiring ham? Men sizga tushuntirishga majbur emasman birinchidan. Ibxay Ikkinchidan videoga olishga haqqim bor Konstitutsiyaning 33-moddasi bo'yicha. kimni mani videoga olishga haqqingiz bor? Siz o'zingiz hozir kameraga kelib qilyapsiz. Kameraga kelmang bo'lmasa. Mana olyapti bu. Xo'p. Umuman aloqalaringiz yo'q, to'g'rimi? Ariza yozib o'shani videoga olyapti. Siz olgan yo'q. Chiqaring, so'kinmasdan gapiring. So'kinmasdan gapiring. Ariza yozilgan joy birinchidan beri. Birovni ofisiga kirib videoga olishga nima qilaringiz bo'lmadi tushunmadim. Ya bular kiritdi-da, sho'ga kiritdi. Videoga kirsin, bizga endi ruxsat berilganda aybimiz shu, ruxsat berganimizmi? Yozishga aybimiz. Shumi endi? Ko'chaga yozilmaydi. Nimaga bo'lsa, bemalol 3 ta 4 ta kamera bilan syomka qilinglar ko'chaga. Bo'ladimi? Xo'p, bering. Davay, yoz. Tamam, yozdim. Yoz. Qani o'tirib qiling-da. Bekonga kirdim. Bularni olganing yo'qmi sen videoga? Olib o'tiribdi-da, kira bo'lsa, oldingki. Nimasidan olasan tushkasini? Tamam, qo'lni Ana yo'q, Nima Yozdim, bekonga kirdim, sigaret sotib oldim, yo'q, so'ramasam ber. qonun buzilishi deganda shunga chora ko'rsinlar deyapti hozir. 21 yoshgacha bo'lgan fuqaroga sigaret sotish mumkin emas degan. O'shanga so'ramasdan sotuvchi sotdi, pasportini ko'rmadi. Bera yoshim nima? 25 ming haqida dashi yoshini so'ramagan. Отказ beraverardi, shu bilan ketardi ular. Shu bo'yicha chora ko'ring degan 186-modda bu. 1-moddasi bo'yicha o'sha bo'yicha chora ko'riladi. Ответственный shaxsga. Ma'muriy bo'ldi. Ha. Xuddi shunaqa. Yozib berdingmi? O'tir yoz. Tamam, nima yoz? Ha? Borini yozdim, tamam. Xato emas. Yana nima deydi? Bo'lgan narsani yozmayman. Menga aytib turmaysizmi nima yozish kerakligini? Bo'ldi. O'zi aytadi. Sizga mana tushuntirmayaptilar, qarang. O'zi qonun bor. Ichkilikka tamaki mahsulotlarini sotish to'g'risida qonun bor. 844-qonun. Bilsangiz agar sotilmasdi hozir. Bilsangiz agar sotilmasdi. Men birinchi navbatda meni sansiramang. Biz siz bilan o'rtoq biz emas, biz tanish emas biz. Ikkinchi navbatda men sizga tushuntirmoqchiman просто nima bo'lgan holatda. Maqsadlaringizni aytinglar. Aytaman, jamoatchilik nazoratini o'tkazdik, monitoring qildik, qonun buzilishini aniqladik. Soliqmi? Jamoatchilik nazorati degan narsa bor aka. Jamoatchilik nazorati qonunni ochib o'qisangiz agar tushunasiz. Xuddi shunaqa. Unga dokument kerak emas akajon. Jamoatchilik nazorati to'g'risidagi qonun bor. Hech narsa kerak emas. Har bitta fuqaro xohlagancha qonun buzilishini aytishga haqqi bor. 5-15-moddani ochib ko'rishinglar mumkin. Ha bo'lim. Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. Albatta. Qonun buzilishini qanaqa aniqlash mumkin boshqa? To'ppa-to'g'ri. Xo'sh. Xo'sh. Chek bergan. Nima tamom? Maqsad sotilgan, tushunyapsizmi? Sotilgan. Qonun buzilishi bo'lgan. Nima uchun 17 yosh sigaret chekyapti? 17 yosh. Qaysi 17 yosh? Necha yosh sigaret chekyapti? Bumi? 18 yosh. Chekmayapti, sotib oldi. Biz monitoring qilyapmiz. Monitoring qilyapmiz. Qonun buzilishini aniqladik. Sabab monitoring, jamoatchilik nazoratini o'tkazish. Tushunibman. 17 yosh, 18 yosh. Yo'q sigaretda. Noqonuniy faoliyat bor sizlarda, shu uchun keldik biz. Noqonuniy faoliyat? Sigaret sotish hozir mana. Hayır, kaçın şimdi klavye. Aka yozsun, mancan şirkete edemem. Mahsun, mahsun, ştraf, böyle ştraf. Ötüler mi? Yok. Yok. Yo'q, aka. Man ko'rsatma beraman, chek 100 keladi. Chaqiring. Maqsadimiz jarima emas aka, xodimlarga просто tushuntirish olib borish kerak. Yoshlarga sigaret sotish emas. Bizning maqsadimiz shu. Jarima qilib kimnidir sharmanda qilish emas. Shunday bo'ladi o'zi bizga jarima keladi. Xodimlarga tushuntirish olib borish kerak aka. Polkalarda yozib qo'yilgan, hamma joyda yozib qo'yilgan. 21 minus deb yozib qo'yilgan. Hamma biladi bu narsani, lekin qonunga hech kim amal qilmaydi. Nima uchun? To'la ko'rib turganlaringizdek, tushuntirishga harakat qildim, maksimalni tushunishmayapti. Qonun nima uchun o'zi yaratilgan degan savol borda. Qonunni bilaman deyapti, lekin bilgan odam qonunbuzarlik qilmaydi hech qachon. 21 yoshdan kichik deb yozilgan. 188da yetmagan. Voyaga yetmagan. 186 prem 1da 21 yoshdan kichik, 21 yoshdan kichik. Noto'g'ri emas aka, bu narsani
Biz Toshkentdan kelamiz. Bu birinchi marta emas bizda. Monitorni o'tkazib kelamiz. Jamoatchilik nazoratini o'tkazib kelamiz demoqchiman-da. O'rtoqlar, 186 prim birinchi bandini o'qib beraman. Inspektorimiz tushunmayaptilar bu narsani. 186 prim birinchi bandi etil spirtli, alkogolli va tamaki mahsulotlarini, shuningdek, tamaki hamda nikotinni iste'mol qilish moslamalarini qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish. Ya'ni nima deyilgan qonunda? 844-sonli qonunda nima deyilgan edi? 21 yoshdan kichik fuqarolarga sotish taqiqlanadi degan edi. Esinglarda bo'lsa agar aytganman. Mana shu hozir buzilyapti. Akamiz telefon qilib kimdandir so'rayaptilar. Nimanidir so'rayaptilar. Aka, aytayapman-ku yosh qayerga ko'rsatilganini. Xuddi shunaqa. 10 barobardan 50 barobargacha. Assalomu alaykum. O'yindan sizlarni bizlar vakolat bo'lish uchun. Yo'q. Bo'ldimi, so'radingizmi? So'rabchi, shu 186 yo'qmi? Xuddi shunaqa aka. 186 prim 1. Protokol bilan Ko'rsatolmayman uni sizga. qay boshqa kishini bilgan bo'lsa, shu ko'rsatish shunga O'sha 186 bilan rasmiylashtirasiz, tamom, bu yoqda. Nima hozir nima muammo bo'layotganini tushunmayapman. bizlar vakolatni so'ramaymiz kimga. Sizni vakolatingizga kiradi. Manda yo'q, oldimda emas u. Telefoningizda bo'lsa ko'rsating demoqchiman. Ko'rsatolmayman. Buxoro shahar Karim ko'chasida joylashgan yoz. Yoz. Ish joyingga nima ish qilasan sen? Ha, bildim. Yoz, tadbirkormi, ishsizmi vaqtincha? Ishsizda ha? Yoz, ishsiz. Ishsiz. Meni nima edi? Da. Buxoro viloyati. Buxoro shahar. Shahar Karim ko'chasi. Sen bitta maslahat, sen bunaqa qiladigan paytda u boshqa kishini olmam qiljon. Tortishib qoladida. Qolatgan aloqador bo'lgan joy bo'lishi kerak. To'ppa-to'g'ri. Men yashab kelganimda qanday? O'sha joy borda lekin. Videoga chiqarib yubormayman. Mana shu joy borda aka. Chiqarib yubormayman. Maylimi? Ko'ramiz endi. Ya'ni qarang. Blur qo'ysak bo'ladimi? Bejar. Ha. Shunday qilib qo'ying o'zi. Akajon, rahmat. Xo'p. O'rtoqlar, men kichkina tushuntirish olib bormoqchiman. Birinchi, ikkinchi videolarimiz kommentariyalarda juda ham ko'p insonlar, ya'ni eski dunyoqarash bilan, sovet tuzumidagi qarash bilan qolib ketgan odamlarimiz haligacha bor. Ya'ni qonun buzilishini kimdir ko'rib qolsa, organ xodimlariga xabar bersa, uni terpela deyishadi, quloq deyishadi. Nima uchun? Bu narsa o'zi qayerdan chiqib kelgan degan savolga javob bermoqchiman qisqa va lo'nda qilib. SSR paytida g'orzakonlar bo'lgan, bilsanglar, g'orzakonlar bo'lgan. Ular mana shu narsani o'ylab topishgan, odamlarning miyasiga singdirishgan. Nima uchun? Chunki o'zbek xalqida odamlar nima deydi degan qo'rquv bo'lgan, o'sha paytdan bo'lgan. Shu narsadan o'sha paytdagi o'g'rilar, g'orzakonlar foydalanishgan. Ya'ni kimdir qonun buzilishi haqida borib organga xabar bersa, bu quloq ekan, bu stukach ekan, bu terpila ekan degan gapni tarqatishgan xalq orasiga. Shundan keyin odamlar qo'rqqan. Qonun buzilsa ham jim o'tirishgan. Shundan bizlardan kelyapti, shu narsa aylanib kelyapti. Hozir qonun buzilishini aytgan odam kim ekan? Quloq ekan, terpila ekan. Bu o'ylab qarasanglar agar ilmli bir dunyoqarashi keng inson bo'lsa, o'ylab qaraydi. Terpila o'zi so'zi nima, ma'nosi nima? O'zi bu narsa qayerdan chiqib kelgan narsa degan narsalarni o'ylash kerak o'zi. Sog'lom mafkurasi bor, sog'lom dunyoqarashli inson shu narsalarni tushunish kerak. Shuning uchun o'rtoqlar, bizani hozirgi paytdagi yashayotgan davlatimiz O'zbekiston, yangi O'zbekiston. Biz SSR paytida yoki Rossiya qo'l ostida yashamaymiz hozir. Hozir hamma narsa o'zgarib ketgan. Hozir eski davrdagi mentalitet, eski davrdagi dunyoqarash bilan yashash kerak emas. Yangi O'zbekiston deb prezidentimiz aytibdi, yangi O'zbekistonga yarasha yangi o'zbek bo'lish kerak o'rtoqlar. Hammaga rahmat. Biz reydimizni davom ettiramiz. Ketdik. Ikkinchi marta yo'q deyapti shu bacha. Shuni o'zimi? Hozir kassa almashgan bacha bergan. Ko'rib turganlaringizdek, keyingi do'konimizda bizga tamaki mahsulot sotishmadi. Bu do'konga respekt. Bizani sinovimizdan, testimizdan o'tishdi, ketdik dalish. Chota dolga ketdik. Uzoq ketdi. Mana shu. Xo'sh, qani? Bu boshqa narsami? Chek. Alkomarket. Chista. Xo'p, mana o'rtoqlar ko'rib turganlaringizdek, navbatdagi do'konimiz, ya'ni Alka Market. Yana yoshingiz so'radimi? Yo'q, hech narsa so'ragani Hech yo'q. narsani so'ragani yo'q. Biroz aroq bering deding, shunchaki sotsangiz, to'g'rimi? Chistaya bering dedim. Chistaya bering deding?
ana o'tni uzr, men aytdim-da. tushunmayman bunaqa narsalarga. Shu araq nomini aytgan, unga sotishgan, yoshini, pasportini so'rashmagan. Endi nima qilamiz o'rtoqlar? Qonuniy chora ko'ramiz, ilojimiz yo'q. O'zbekistonda qonun ustuvor, jazo muqarrar. Hammamiz qonunga amal qilishimiz kerak, o'rtoqlar. Videoni oxirigacha ko'ramiz endi, ketdik. Alcom Market. Bu kim bu narsani tasdiqlagan, kim bu narsani yozishga ruxsat bergan o'zi? Tushunmadim. O'zbekiston bilan Alcom Marketni bog'liqlik joyi bormi birorta? Shunga meni aqlim yetmayaptimi yo bular shunaqa darajada juda aqllimi, tushunmadim. Bu narsani reklama qilib tashqariga ilib qo'yish uchun qanaqa darajada bir saviyali bo'lish kerak? Kim bu narsani ilishga o'zi ruxsat bergan? Shundan ham keyin kadrlarni qo'yamiz, o'zi qanaqa ko'rinishda nima o'zi? Tegishli organlardan bunga chora ko'rishlarini so'rab qolamiz. Qaysi savdo do'konidan xarid qilib oldingiz? Mana Muzibek Alcom Marketda. Uchkardanmi? Hozir ishchilik tamaki sotish mahsulotlarini shu 844-sonli qaroriga shu bo'yicha 21 yoshga to'lmaganlarga sotish taqiqlanadi deb yozilgan. Shunday. Bu kishi 18 yoshdalar, voyaga yetganlar, 19 yoshdalar. Shu uchun shu market egalariga Ma'muriy ijrochilik to'g'risidagi kodeksning 186 prim 1-bandiga asosan chora ko'rish so'raymiz. Hujjatni rasmiylashtiramiz, qonun jo'rasini ko'rib beramiz. Shu bilan Keling ham bo'lsa mana savdo do'koniga kirib hozir cheklarni oldingizmi? Hammasini cheklar bilan dedim. Cheklar bilan beryapmiz. cheki bor mana. Cheki ham sog'ing. Ichiga solaymi, qo'limga ishlaymi? Aktivistni yengisini deb savol berishdi hozir. Yo'q. Yangi o'zbek. Voyaga yetmagan ekan, shunga spirtli. Yo'q, voyaga yetgan. Spirtli ichimlik sotilgan. Vazirlar Mahkamasi qarori bo'yicha 21 yoshga to'lmagan fuqaroga sotish mumkin taqiqlangan, taqiqlanganligi sababli bir jamoatchilik nazoratida degan ekan. Bu bizda shu kishi shu kamerani orqaga qaytarib ko'ramiz. Keling bir Cheklarni ko'rsating. Chek bor. Chek. nima o'zlari ko'rsin. Endi hozir xodimimizdan so'raymiz. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 186 prim 1-bandi asosiga javobgarlikka tortishlarini so'raymiz. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 186 prim 1 moddasida yozib qo'ygan-da, etik spirtni qonunga xilof ravishda o'tkazish va sotish. Deb ko'rsatib qo'ygan. Hozir shu moddalar bo'yicha hozir ko'rsatmalarni olib hujjatlarni rasmiylashtiramiz. Xo'p. Bundan tashqari Buxoroda yoki butun O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan shunga o'xshagan Alcom Market yoki sotuv shoxobchalariga iltimos qilib qolardik. Hammalaringiz qonunga asoslanib faoliyat yuritishinglarni. Qonun hamma uchun barobar. Yoshlar bizning kelajagimiz hisoblanadi. Shuning uchun yoshlarga bu narsani sotish o'zi aslida noto'g'ri, odamgarchilik sifatdan. Shuning uchun ham davlatimiz bekorga qonun qabul qilmagan bu yo'nalish bo'yicha, bu soha bo'yicha. Shuning uchun shu narsani inobatga olib, agar shu videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, saqlab qo'yinglar, buni inobatga olib qo'yinglar. Hamma qonun oldida teng o'rtoqlar. Ketdi kassaga boshqasini qo'yibdi. Abi savdo binosi keladigan joy shu. Sotgan odamga chora ko'rilmaydi-da, rahbariyatga, do'kon egasiga, chunki bu do'kon egasi xodimlariga tushuntirish kerak bo'lgan. Что mana shunaqa sharoitlar bor, mana shunaqa qonunlar bor. Yoshlar kelsa agar sotmagin degan narsani tushuntirish kerak bo'lgan do'kon rahbari sotuvchiga. Bitta sotuvchining aybi yo'q desak ham sal noto'g'ri bo'ladi, lekin sotuvchining o'zi ham bu narsani bilishi kerak. Chunki hamma joyda yozib qo'yilgan 21 yosh o'chirilgan hamma joyda. Agar bo'lsa shu kamerachi hammasini ko'rsatgan, qayerda 21 dan kichik sotish mumkin emas pasport degan temalar bo'lsa agar hammasini. Assalomu alaykum. Rahmat, xudoga shukr, dars yaxshi bo'lsin. Oqsonman, uchastko'yman. Ha, merdon to'niymansiz, ha, yaxshi. Charchamayapsiz. Vaqtdan tashqari bo'lib, ko'nglingiz yaxshimi? Xabar tushgan ekan, bizning Birzik markazlashgan xizmatiga. Shu voyaga yetgani agar o'sha spirtli ichimlik sotib olish yoshiga yetmagan fuqaroga spirtli ichimlik savdo do'konidan sotilgan degan xabarnoma tushdi. Shu bo'yicha keldik, murojaat bo'yicha hozir o'sha Kim sotib olgan? shu ana sotib olgan ekanlar. Sen yoshmi? Kim seni yubordi? Chiqib yuborgan. Yo'q, biz bilan bu. Biz bilan. Ko'ralarizmi? Oddiy fuqaro bu. Siz kimsiz? Oddiy fuqaro biz ham.
Aslında ikkovlaringiz kelasizlar aroq olishga ichishganmi? Biz jamoatchilik nazorati o'tkazamiz 5-15 modda asosida. Ha, siz buni odam yuborganda sotib olib chiqdik, tushunaymi? Xo'p bo'ladi. Tushunarli. Siz qaysi idorasiz? Jamoatchilik nazorati o'tkazamiz 5-15 modda bo'yicha. Ha, sizlar podstava spesialni qilyapsizlar-da. Podstava? Tushunarli, ha. Xo'p bo'ladi. Tushunarli. Qonuniy ishlash kerak. Ha, yo'q, gap yo'q. Yo'q, iltimos kechirasan sanlar, обязательно qonun ishlash kerak. To'g'ri. Ha, bu bo'lmaydi. Ha, chiqmay qiling. Terpila nima deganini bilasizmi? Terpila nima deganini bilasizmi? Nima deganini aytaymi senga? Ayting. Nima degani terpila? Nima degan qasddan pastayib qiladigan deganda? Qonuniy ishlasa sizni hech kim pastayib qila olmaydi. Bilsam uni yuziga pasport bilan qo'yilmagan, hech qayerga pasport. Qonunda yozib qo'yilgan pasport so'rash kerak deb. Tushunmayman, endi uni gavdasi yosh bacha bo'ladi degan, men unga bermasdim araqni, u katta bolada, uni qara, soqolini qara qani uni mendan baland. Uni qara soqolini. Xo'p bo'ladi. Yoshroq yuboraylik, u olmasligiga sotmasligiga to'g'ri bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Jamoatchilik ishlaridagi qadamga do'raymi? Ha? Qanaqa idora bular? Idora emas. Milisami bular, soliqmi bular, kim bular? Oddiy fuqaro. Neofitsialni chiptaga shu, neofitsialni. Blogermisan? Yo'q. Oddiy fuqaro biz. Bir so'z bilan ko'cha tilida aytganda bloger, ha. Bloger ana shunaqa jamoatchilik nazoratida noqonuniy ishlar yoritib yuradigan. Ana shunday qilib tushunadigan tushuntiringlar bularga. Nima yaxshi taniysanmi? Yo'q. Yo'qmi? Yo'q, tanimayman. Tanishim kerak edimi? Isming nima? Yo'q, men seni yaxshi bilaman-da, men seni ko'p ko'rgan prosta. Isming nima? Abdusamad. Abdusamad? Молодец. Inoba bu foydami? Qaldırmayın ishtiroq mi? Ha, qaptanajda ko'pami? 1%, O'rtoqlar, hozir shunaqa holat bo'lyaptiki, biza qilayotgan ishimizdan qanaqadir foyda oladi bular deb xodimdan so'rayaptilar. Xodimga savolim bor. Biza qilayotgan ishimizdan qanaqadir bizga davlat pul ajratadimi, yo'qmi? Hurmatli inspektor. Ish faoliyatiman nima qilaman? Ishimni qilaman, o'zim javob beraman hammasiga. Lekin aslida bizga hech qanaqa davlat tomonidan yoki kimnidir tomonidan hech qanaqa mablag' ajratilmaydi. Bu narsa Sen- qonuniy. Sen bu qonuniy ishingni bir yoshroqni olib kelayding, men tushunaydim. Uni saqolida qaragani mendan baland uni saqoli. U yosh bolami u? Ha? O bir tushungin, mana men beraki. Mana shuni olgin, buni ko'rsat buni. Ana shu bala kelgan, buni qara. Uni saqolini qara. Kerakmi? Buni iltimos, men chiroyligingni ko'rsatma. Shu o'xshaydimi yosh bolaga? Ha? Aka. O yosh bacha go'yamki, men nafroqdan go'yamda. Hamma mebro soqol-ku. Ya hay to'g'ri, o Ha. habdash daba darundagi Tamam, bacha ba tamam. name bro saqol. Qondimi? Ha? Va saqol, ebe pasportda jamasini. Ha, kuchmaga aytaymi? O'shani so'rash Hay kerak. bo'ldi. Kimdan so'rash kerak? O berasa bera 1000 ta odam kiradi. Qaysi biridan so'raysan? Hammasini so'rash kerak. Nima namasidan so'rash kerak? Pasportini so'rash kerak. O ha tushunma yosh bachadan. Ha bu yosh bacha ko'rinsa so'raysan-da. Bayram oldi bunaqa ishlar yaxshi emas. Hay ne bu o'zbek-ku. Bila- Moba bila- iloji bila yo'q. ko'ra bu ish Bizga bo'lmayapti. Buxoroga Bila noto'g'ri ish- ish bu. ko'ra bilib bu ish bo'lmayapti-ku. O'zi Evet. mumkin emas o'z o'yiga shunday bo'lsa. Xo'p, bo'ladi. Ha, davlat ochib qo'ygan, bularga ham savdo kerak narsa ochib qo'yganda. Davlat qonuniy ishlar deb qo'yganda. Ha, qonuni to'g'ri. Qonuniy ish emas. beqonun. Ha? Yo'q, shu gaplarni gapirgan. Sonlama qo'yilgan. Endi men san deb televizorlarga chiqamanmi? Ha? Bo'lishi Ey, iflos. bo'lishi mumkin. Ey, mayli ha. Bu yergin shu ishingdan. Erkak qiladi bu ishlarni qilgin. Erkaklar qiladi bu ishlarni qilgin. Nima ish qiladi? Mana bir savdo tashkil qil, odamlarni ishga ol. Yosh bolalarga aroq sotadimi erkak kishi? Erkak yosh bolaga sotmaydi aroqni. Nima uchun sizlar sotdingizlar buni? Mard ne kadar ko'radi, zaif ham battar ko'rashini. Muomalangizni to'g'rilang, ovozingizni pasaytiring. Qanaqa muomala qilish kerak? Ovozingizni pasaytiring. Erkak kishi u ishni qilmaydi. Nima ish qiladi erkak kishi? Terpilla kusa. Terpilla nima degani? Sizga savol. O terpil birovni pastayt qiladigan odam u. Yo'q, terpilla chidaydigan odam degan. nima? Tarjimasi. Ha, tarjima qiling, birinchi rus tilini yaxshiroq o'rgansangiz bilasiz. Terpilla degani bu birovni pastayt qiladigan odam. Xo'p, bo'ladi. Qonuniy ishlash kerak. Qonuniy. Astagfirullah billah. Sen qonuniy ishlashing kerak. Senga kim qo'yibdi bu ishni? Erkak kishi bir bor bir. Hatto bir hech bo'lmasa qo'lingizda lapot qol birovni uyga ishlagan o'shandan senga rahmat deydi. Xo'p, bo'ladi. Ey, iflos.
Haqoratlamang, bu uchun ham javobgarlik bor. Sen yaxshi insonku. Bu uchun ham javobgarlik bor. Ha bilaman. Shuning uchun gapingizni o'ylab gapiring. Ha o'ylab gapiryapman-da. O'xshamayapti. Sanga ilon cho'ra yo'qda sanga. Chiqib ko'chaga ikkita tepsam-ku, sana o'zi aqling joyiga kelaydi, iloji yo'qda. Xo'p, bilan. O'g'irlik qilibdi. Girmaya, mayda shu varidaysiz. Bitara qo'nedi meni dadet batet, dadaga yana pora qadam qo'y. Aymi? Rahmat bergan badadi. Akot bagoy paga. Ko'chaga tushdimi gardi sarata baroshda. Odamlar qanday ishlab, qanday ro'zg'or tebratish bilmaydi bu ishlar. Qonuniy ishlash kerak. O'zlari olyapsanmi? O'zlari qonunni buzishga buzib turib, bu yoqda endi qanaqandir yo'llar bilan provokatsiya qilib, qanaqadir konfliktli situatsiya yaratishyapti hozir. Bilmadim, nimani xohlashyapti menda. Qonun ishlaganlarida bunaqa holat bo'lmasdi hozir. Rohga 20 qo'ldan kelsa mayli edimi? Qo'shib bo'lsin. Bayram vaqtiga kelib bu ishni bilasanmi? Shu prezident aytganki, bir bayramga 3-4 kun xalqqa indamaylar deb. O aytdim, bir oy oldin keladi, ana hech bir bayram yo'q deb, pожалуйста. Nima qilsan qil. Xo'p, bilan. Inobatga olamiz. Nima qilasan? Inobatga olamiz. Sen yoshdasan, aqling ishlamasa nimani inobat bo'lasan? Xo'p, biladi. Tushunarli. Bilasan, bir oydan men ro'za tutib bir kishiga bir til ishni gapirmagan edim. Nima bo'ldi endi shuncha ro'za tutganingiz? Nima qilding desan? Ana sanga o'y bo'lidir, menga ham mayli 15 marta o'y bo'ldi tegsa. Bilmadim. Lekin sanga tegar o'sha. Bilmadim. Qilgan ishing uchun. Siz bilmaysiz narsa. Nima ish qiladilar bo'lmasa? Aytdim-ku, bir 10 kundan keyin keladi. Har kun bir qiladi bo'lishing-ku. Siz bilan gaplashib kelishim kerak edi-da. Men bilan emas, sen o'zingni aqlingni ishlatishing kerak edi. Bayram, erta 2 kun odamlar narsa uchun. Bayram boshqa narsa qiziq emas qonun uchun. Nima? Qonun uchun hech narsa qiziq emas. Bayramimiz ham bilasanmi qonun uchun nima mumkin emasligini? Bilaman. Mumkin emas. Nima masalan? Masalan, ana bayram kunlariga erta 8-martada misalar chiqarib qadamga beryapti nimalarga, ayollarga 8-marta u ham qonunda yozilmagan-ku. To'g'rimi? Noto'g'ri. Umuman boshqa narsalarni gapiryapsiz, bor. Shuni bitirmay, senga gapirmay qo'y, men ham nimadir deyishim kerak, ruxsat kerak, buyruq kerak bu ishlar uchun. Bunaqa narsa yo'q. Bilmagan narsangiz haqida. Noto'g'ri ma'lumot bermang. Yuridik korxonaga mumkinmi shunday kirib, Xuddi shunaqa. Chunki qonun buzilishi bo'lgan, bu yoqda chora ko'rilishi kerak. Shu uchun. Chora ko'radigan boshqa qonun yo'q. Kim? Yuridik korxonalar bo'ldi, shunga tegishli. Organ xodimlari nima ish kerak bo'lmasa? O'sha organ xodimlariga tegishli hujjat berish kerak. Asos bo'lish kerak esa. Asos qilib sizlar berasizlar. O'ylab yozasizlar. Asos xabarnoma tushganda. To'g'ri, o'shanga yarasha sizlar buyruq olib kelishingiz kerak edi-da. Bilmagan narsangiz haqida yana aytaman. Nima qilmang, azizda qonunning hammasini tushuntirib beraman. Sanat, mana ne shundoqdashdi, biror ramayapsan. Mana to'sha, o'dir yuqori eshikni yo'q. Mana endi to'paq o'ynamayishni qadar hashtag gaydukati. Evet. Yo'q, eshikni oldin chiqaramiz. Eshikdagi o'tirishga qo'ymagani kirganlar qo'y olib chiqsin. Gayduk deyapti-ku. Nima deydi? Ruchka ты. Daydi Вот ты deyapti-ku. сознавись, ты самый главный. Yaxshi bilyapmiz. Nima yo'lish kerak aytding? Shunaqa kerak edi. Mana, aka sizlar. Nechingdan beri savdo qilib kelasizmi? 8 oydan beri savdo qilib kelaman. Bugun 2026-yil 19-mart kuni savdo do'koniga mijoz sifatida bu notanish fuqaro keldi. Tushunaymi? O'zi ko'rib turganlaringizdek, mana har bitta joyda mana yozib qo'yilgan. 21+ mana bu yerda yozilgan. Iltimos shaxsiy pasportingizni taqdim qiling deyilgan. Tushunasizlarmi? Hamma joyda ko'rga hassa qilib yozib qo'yilgan. Do'kon egasi nima uchun norozilik bildirayotganini men haligacha tushuna olmayapman. Sabab nimada? Hamma joyda mana yozib qo'yilgan. Pasport, shaxsiy tasdiqlovchi hujjat 21+. Yozib qo'yilgan. Savol berishni o'zi noto'g'ri hozir dedi. Shunaqa? San kelding. Ha. Ana bu aroq sotilgan bunga qisqasi shularni nima qilib bering? Ana shu aroq. Navis halolcha keldi. Saqoli mandan balang usta Navis.
Soqol Ana ham. o'shanga men bitta aroq sotdim. Tamam. Tushunishinglar uchun soqoli yo'q. Tushunishinglar uchun. Bu soqol emasda bu. Ko'chsa deydi. Men biratda soqol bor. Biratda kasr sotgan odamda soqol bor. Bunda soqol ko'rmayapman men masalan. Qanaqadir konfliktli holat yaratishga harakat qilyaptilar, lekin hech qanaqasiga bo'lmayapti. Nafsoniyatga tegadigan gaplarni gapiryaptilar. Nimadir qilmoqchilar, lekin nol reaksiya. Yolg'on ma'lumot uchun ham javobgarlik borligini ham aytib o'tsangiz. Chunki bizda video fiksatsiya bor hammamizda. Ha. Ogohlantiryapman siz biroz. Ogohlantirish bo'yicha men hozirlamay turibman. Xizmatga xabar qildim. Mana bu yerda e'tiroz bo'lsa murojaat qilasiz. Mana bu yerda ogohlantirish joyiga imzo qo'yilgan hammasi. O'shani tushuntirib o'tmadingiz-da boshida yozishdan oldin o'sha uchun Siz bu yerda aytdim. emas edingiz-da. Xo'p biladi. Tushunishinglar uchun bolani rasmini qo'yib qo'yaman men bu yoqda. Ko'rinishini. Rozi bo'lsang agar. Soqollik. Hani bacham rasmashga giriftamu, da pesh ko'chada da o'yna chasponda men buni. Sanda? Intikadan va haqiqatan o'ynashmi? Tuyasham. Shu haqqimni. Biz Konstitutsiyaning 27-moddasi bo'yicha shaxsiy hayot daxlsizligi, javobgarligi bor. Qorada уже матем qoratamekman. Aydodlar. Xo'p biladi. Chasponda uni. Любой do'konda taydaraj raftiki, sharmekni daromda burundagi deb aytdi. Men araq do'konda medrom yakumashman. Maddatuna kuting. Shu nimalar hujjat o'zi ko'rsatadi. Ishonchlari komil bo'lsin. Haqiqatdan shu 21 ga to'lmaganingizga. Tamam o'z. Hozir do'kon egasi shu bola, mana jamoamdagi mana o'zimni ruxsatimsiz shaxsiy hayot daxlsizligimga qonunni buzib, bizning rasmimizni olib, har bitta do'konlariga ilib chiqishlarini tashqarisiga. Bu tahdid sifatida ham qaralsa bo'ladi bu narsaga. Endi hech qanaqa yo'li qolmagandan keyin, mana bunaqa kuladilar, qarang, kuladigan ish bo'lyapti hozir. Qonun buzib, qonun ustidan kulayotganga o'xshaydilar hozir. Fotorasim emasda bu. Maygodan ko'rsatsam? Ha, soliqdagi Maygo shu haqiqiy Maygo. pasportdan bir xil kuchga ega. Ko'rsat. Ana shu. Maygodagi pasport bir xil kuchga ega. Uni falshif taxlagan uni. Ana planshetga ursinlar. Chiqadimi? Chiqadi. Tamam. Inspektordan so'rasangiz ham bo'ladi. Maygodagi hujjat, elektron hujjat, offline hujjat bilan bir xil kuchga ega. Prezident qarori bo'yicha. Maygodan ko'rsat bo'ldi. Sun'iy intellekt bilan chek taxlayapti, xabaringiz bormi? Maygovni taxlab bo'lmaydi-da. Maygovni ichidan kirib ko'rsatyapti bu narsani. Soliqqa ham ko'rsatsa bo'ladi. Kelasi bir narsa. To'la shu o'rinda shu narsani aytib o'tmoqchiman. Oldinglarda pasport ko'tarib yurishinglar shart emas. O'zi Maygov ilovasi bor. Davlat tomonidan bu narsa qilingan, o'zi ko'rilgan. Oddiy pasport, fizik pasport bilan Maygov ilovasidagi pasport qonuniy kuchi bir xil ikkalasi. Sizlardan xodim yoki kimdir so'ragan taqdirda Maygov ilovasidan kirib ko'rsatsangiz bo'ladi. Hadi 279 22 84. Shimovoy hallamokni aytdi. Xo'p bo'ladi. Shimoak jumedon aytdi. Tushunishinglar uchun senzura qo'yiladi bu yo'llarga. Tarjima qilib qo'yaman o'zim. Nima deyotganlarini, yoshlarga yarasha gaplarni aytmayaptilar. Erkak kishi bunaqa bo'lmaydi deyaptilar. Erkak kishi qilgan aybi uchun javob berish kerak. Любой holatda, любой положенияda. Erkak kishi haqiqiy mana shunaqa bo'ladi. Gap tashlamaydi erkak kishi. Holat yuzasidan o'rtoqlar, yuridik va jismoniy shaxslar murojaatlari to'g'risidagi qonunning 19 va 24-moddalariga asosan inspektorimiz bizga hozir protokol tuzadilar. Protokol nusxasini va protokolning yer raqamini bizga beradilar. Ish qanaqa tarzda ketayotganini bizga onlayn yoki offlayn tarzda ma'lumot berib turadilar. Maynatagi taraf. Ha. Da deb nokatmani janam ko'rakadam kutavay kunga lekin. Ne hada deb amal Bu dalil sifatida ketadi, dalil. Dalil. Yo, Biz olib mayli nima ketmaymiz buni. sifatida ketsam, Bizga kerak emas bu narsa. Stol ustiga bitta aroqni dada, shu kunlar shunaqa ish qildim. Aha. Tanish. Ha. Bacham rahmat bo'lganda shu. Tamam. Mayli. Lekin ancha rasmat amal qilmay bo'ladi. Bu bo'lmaydi endi. Bolani, hozir akamiz aytayaptilarki, bolani rasmini hamma joyga tarqatadi. Shaxsiy hayot daxlsizligi bo'yicha yana bitta javobgarlikka. Shu, boshqa iloj yo'q. Achkini bekor o'zingizda tinmay video bo'ladi. Что я где что встать пойду, то опять снимать будешь что ли? Что есть вот это сними и все. Усурдава, мам, снимать не надо, снимать. Hayır, har xil gap gapizda shitmay kiradi-da. Hamma har xil gaplar izlashni hukmatimiz bo'lmagan qilishdi.
Yo'q, haybatchalar ishlashni o'rganishni o'rnaganga mana shuni qilyapti-da, odam qaytib buni yoshligim deydi, qaytib mana ota bobomarga maslahat berdi. Yigit kishi ishlashi kerak, pul topish uchun harakat qilish kerak. Bu qilganimiz uchun bizga kim pul beradi? Bu ishni qilganimiz uchun kim bizga pul beradi? Sizga savol. Aytyapsiz-ku, pul olasan deyapsiz. Siz pul ber deyapsiz-ku. Kim pul beradi bizga? Chaqiruv bo'ldi, o'sha chaqiruv bilan qo'l tekmaga mahkamaga ketaman. Вот этот блогер. Я не блогер вообще. А кто вы? Гражданин? А где только Обычный гражданин. Сколько тебе лет? Muzda. Ты знаешь, что нельзя тебе Что nельзя? выбирать salom. Yaxshimisiz? Ahvoli yaxshimi? Ahmad aka o'zingiz tinchroq joylaringizni o'raysiz. Senga aytmoqchiki, sen o'zing bilmaysanmi? Qo'lingizni oling. 19 ga kirgansan. Qo'lingizni so'raysan. tegma, Yo'q, tegma. chiqinglar demoqchiman. Ha, chiqibmiz, tamam. Ha, chiqinglar. Men nima qo'limga nima ishim bo'lsa-ni? Ha, Sen ha. balonga ola yaxshilik bo'lsa. Сам виноват, потому что он молодой и за водкой пошел. Nima deyapti? Ha, o'zing vinovatsan. Nima uchun? Aroqni senga kim qo'yibdi aroqni? Alo, qishni maqtagan. Yana еще смеется. Birovni boshini qo'tirib. Aytgani проверка. Бездельники вы. Вот поэтому бездельники. Это не вам решать. Учитесь Это нормально. не вам решать. Не решать, надо, не это надо. дело не в том, он молодой человек. Дело не Почему тебя ему касается. продали? Почему ему продали? Почему Вопрос. продали? Потому что он сам он должен брать. А они? Сам. Он с усами. А они? Усы-то поставил. У них есть мозг. Они знают закон. Закон знает. Все. Если бы знали, то не продали бы. Каждого из, кто приходит, пока например, не даже знаю, вот да. сейчас тебе сколько лет? 25. 25? Да. Ну ты похож на Shu 18. каждого Да, я знаю. Вот и все. Спасибо. Видишь? Знаю. На Tamam, 18. bo'ldi. Ichkariga kirib savol nimalarni qilaveringlar, bo'ldi. Как разузнать? Скажи, пожалуйста. Для этого есть паспорт. Pasport. Но он с паспортом ходит? Не ходит именно. Давай. Откуда знаете? Я 100% знаю, потому что я А он сама уже показал паспорт. психолог. Bo'ldi, Он bo'ldi, потом bo'ldi. показал. Да. А 2 часа тому назад он взял эту лодку. Ты меня не учи, я сама Хорошо. специалист в этом вопросе. Rad za vas. Ha, ha, ha. Kim buni g'ijimlab tashladi bunaqa? Ne yo'qdan bu yoqqa. Ha? Ko'rinibdi nima ekan bu narsa? По-моему, вот это Tamam, ko'rinibdi. degan jo'rnama darotni man qo'rqoqdan rapsa. Va tasazzamin nashamaylar bo'lar. Men to'g'ri mayli. Tamam. Xo'p bo'ladi. Filalash O'rtoqlar, kerakmi? Buxorodagi holat ko'rib turganlaringdek, yoshi katta akamiz, yoshlari katta bo'lishiga qaramasdan juda ham ko'p qo'pol va haqoratli nafsonaga tegadigan gaplarni gapirishdi, lekin biz hech qanaqa reaksiya bildirmadik, chunki bizning maqsadimiz aslida kimnidir jazolash, kimnidir jarimaga tortish emas. Bu narsani qayta-qayta aytishdan charchamayman. Bizning maqsadimiz shunga o'xshagan yoshdagi alkogol va tamaki mahsulotlarini sotmasliklari. Yoshlari katta bo'lib turib bizga aytishyaptiki, erkak kishi bunaqa ish qilmaydi deyapti. Erkak kishi yosh bolaga zahar sotmaydi hech qachon. Yosh bolaga yomon yo'l yoki yomon ishni qil demaydi. Erkak kishi haqiqiy erkak kishi bo'lsa. Erkak kishi xato qildimi, ayb ish qildimi, aybini tan oladi. Erkak kishi mana shunaqa deb o'ylayman. O'zinglarning fikringlarni kommentda yozinglar. Bizlar qilayotgan ishimiz pul uchun emas. Bizga hech kim bu narsa uchun hech qanaqa mablag', moddiy pul yoki rag'batlantirish bermaydi. Men любой xohlagan odamni olib kelishinglar mumkin. Xohlagan odamni oldida men keltirib bera olaman. Bu faoliyatni boshlashdan oldin men bilganman shunaqa narsa bo'lishini, shu narsani ko'rganman, qaror qilganman, bu narsadan qaytmayman hech qachon. Oxirigacha boraman. O'zbekistonda har bitta shunaqa alkomarketlarda qonun ishlashini tarafdorimiz. Hammaga rahmat. Oldin bitta tepibsizlarni hammangni armiyaga uzatish kerak. Armiyaga Xizmat qilishlaringiz 1 yil xizmat qilganmiz. 1 yil xizmat qilib. Umuman xizmat qilganingiz. Xo'p bo'ladi. Buxoroda fol bilan ko'payib ketibdi. Ko'pchilik tashqi ko'rinishga qarab fol ichar ekan. Pasporting yo'q deyapti. Mana aytishyapsan yosh ko'rinasan deyapti. Rahmat, to'g'ri, meni genim shunaqa, yosh ko'rinaman. O'zim 30 ga qarab ketayotgan bo'lsam ham. Молодежь. Куру, там что-то тебя не видно. Lekin bitta narsani aytaman, Buxoro xalqi juda ham mehribon xalq. Bu narsani inkor qilib bo'lmaydi. Xohlagan viloyatinglarga boringlar, lekin Buxoroni odamlari, xushmuomalaligi, buxoroliklarning tarbiyasidek tarbiya bo'lmaydi. Пока. Endi bilmadim, Всего baribir доброго. guruch kurmaksiz bo'lmaydi degan maqol bor edi menimcha. Xuddi shunaqa. Hamma joyda ham hamma yaxshi bo'lavermaydi. Shuning uchun o'rtoqlar, qonun hamma uchun barobar. Qonun bekorga ishlab chiqarilmagan. Shuning uchun hamma qonunga amal qilib, rioya qilib yashasa, o'zini biznesi bo'ladimi, hayotdami,
qonuniy yashasa, qonuniy faoliyat olib borsa, hech qanaqa mana bunga o'xshagan holatda bo'lmaydi hech qachon. Kimdir sizni kelib hayotda pastava qila olmaydi, bular aytgandek pastava qil deyapti. Agar sotishmasa, hech kim sizni pastava qila olmaydi, to'g'rimi? Logik o'ylasangiz agar. To'g'ri. Biz borib ularni majburlab soting deganimiz yo'q. Kirdik. Fuqarosi kirib, aroq so'ragan, aroqni berishgan. Yoshini, pasportini so'rashmagan masalan. Nima uchun so'rashmagan? Hozir buni izzat qila olamiz, ana narsani ko'zdan kechirish, olib qo'yish, sizlar ikkovlaringiz ishtiroklaringizda, ya'ni xolisliklaringizda izzat qila olaman. Marketdan olingan narsa bir dona chistaya yozuvli. Oq rangdan Qopqoqli. Yelam qopqoqli. Tasvirlan, oladigan narsa tasvirlanadi. Shunaqa. Olib qo'yadigan narsa tasvirlanadi. Shuni sizlar ixtiyoringiz, sizlar bilan xolislikda olayotganim uchun sizlarni xolis sifatida kiritgan bu yerga. Fuqaro sifatida bu ishni ana olamanku, bu ishni rasmiylashtirib, bu ishni u Kamolov, bu ishni fuqaro o'rnida o'tadi. Fuqarodan rasmiylashtirib olayotganligim bo'yicha. Xo'p, hozir biza daliliy ashulani xodimimiz izzat qilib oldilar. Yuridik va jismoniy shaxslar murojaatlari to'g'risidagi qonunning 19 va 24-moddalari asosida xodimimiz bizga bo'lib o'tgan bo'layotgan jarayon haqida hamma hujjatlarni onlayn yoki offlayn tarzda berishlari kerak. Hozir shu narsani aytamiz. Bizga protokoldan nusxa, raqam hammasini berasizmi? Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeks 186 moddasi bor. Yerda yozib qo'ygan. Qonunga xilof ravishda o'tkazish, muomalaga kiritish. Sotish ya'ni. Shunday, muomalaga kiritish, sotish. Bu yerda o'z-o'zidan buni vakolatlik organ bu nima bo'ladi? Soliq. Vakolatli organ soliq bo'ladi. Ijrochi soliq bo'ladi. Hozir siz murojaat qilgan 102 markazlashgan xizmatdan olingan tushgan xabarnoma olinadi bizada. Bunga hujjatlarga ilova qilib, bu konvertga olinib, hujjatlar Soliqqa jo'natadi. bo'yicha yuboriladi. Soliq ta'sir chorasini ko'radi. Biz sizga yuborganligimiz bo'yicha elektron xohlasangiz elektron murojaat raqamingiz ko'rsatilgan. Xohlasangiz elektron, xohlasangiz pochta orqali javob xati siz yashash xonadoningizga yoki o'zingiz shaxsiy Telegram raqamingizga tashlab beriladi. Xo'p, bo'ladi. Hozir bizni 186 prim 1 moddasi bo'yicha joyida transport ma'muriy ma'lumotlar chunki har bir xodimni ham nimasi bo'ladi. Buni to'liq obdan o'rganadi. Ko'rsatmalarni umumlashtiriladi. To'liq rasmiylashtiriladi. Yozma, qo'l yozma, hamma izzat dalil shundan izzat qilib oldik. Buni ertaga o'zi davlat tashkilotlari bilan ishlamaydi. Pochta orqali soliqqa yuboramiz. Soliq xodimlari bilan bog'lanib yakuniy natija bo'yicha aytamiz. Yuborilgan xat bo'yicha javob nusxasini yo elektron yo yashash xonadoningizga uzatamiz. Xo'p, bo'ladi, tushunarli. Endi bu kishiga hozir tushuntiring. Bizani hammamizni rasmga olishdi. Shaxsiy hayot daxlsizligi bo'yicha o'zini profilaktik ish olib boradi. Videoda buni ko'ramiz. Agar bizning rasmlarimiz qayerdadir, qanaqadir nom ostida chiqarilsa, uni hozir aytganlar bilan o'sha qonuniy chora ko'rib bo'lmaydi. Agar qachon ogohlantirish kerak. Amalda qilinadi, mana amalda suratlar qo'yiladi. Ana unda biz qonuniy chorasini ko'rib bilamiz. O'shani ogohlantiryapmiz sizdan. Agar tushuntirib bildimmi? bizda tushundik. Rahmat. Chiqarib mana bu yerga Nima ish qilayotganligini tushuntiramizda xalqqa. Endi har bitta narsani qonundan chegarasi bor. Bu narsani hozir o'zining kasbini qo'yamiz, ana shunda mana shu ishni qiladi. Tamom. Gapingizga javob berib bilasizmi shunda? Mana shu hozir gapirayotgan holat gapingiz. so'zil bo'lgan payt aytib eshitiladi. Shu uchun rahmat. aytgan gapga javob berish kerak-da. Sizlarga ham rahmat. Tamom. Bo'ldi. Akajon, sog' bo'linglar. Siz hal qilmaysiz. Sizga emas u narsani hal qilish. Sizlar gaplashaman, men sizlar bilan gaplashmay. Uni siz hal qilmaysiz. Nima deydi bu? Bo'ldi. Ketdik. Ha. Xo'p-de. Bizlar nima uchun uyalishimiz kerak? Sizga savol. Shuning uchun tema yopildi, sizga chora ko'riladi. Yo'q. Erkak kishi gapni tugatish kerak. Tamom, gap tugadi. Yopildi. Sizlarga rahmat. O'zi qonunni buzib turib, yana bizda qanaqadir piching gaplar tashlashyapti. Qonunni buzib o'tirishdi o'zi, dalil isbotlari hammasi turibdi. Bizani yana qo'rqitishyapti. Nima deb? Hammani rasmga olishdi-yu, mana bu do'konlarning eshigini tagida bizani rasmimizni qo'yib qo'yishar ekan, qanaqadir yozuvlar bilan. Shu narsani bizga ogohlantirdik. Bo'ldi. Bizani ishimiz tugadi. Xodimimizdan rahmat deymiz, kattakon. Bizani tushundilar. Sog' bo'linglar. Rahmat akajon. Sog' bo'ling. Charchamanglar, bayram yaxshi kutib oling. Rahmat sizga ham.